ای روزهای فردا، ای فکرهای زیبا، ای واژه‌های ذکی، ای آسمان لرزان، دریای باد و باران، بالای شهر تهران، در انتظار طوفان، طوفان سرد و سنگین. بهر تو می سرایم، از خود برون می آیم، لبهای بسته را یک لحظه می گشایم، ای سرزمین دیری. یک شاعر پیاده همراه جو می بارد، با یک پیام ساده، خوش باد روزگارت، نه این زمان غمگین. از بیشه های گیلان، گنبدهای سپاهان، پس کوچه های شیراز تا آتش های bilasizmi, shunchalik ham pulingiz ko'p bo'lishi mumkin, pulingiz press bo'lishi mumkin, milliard bo'lishi mumkin, lekin o'shani bir degancha yo'qotadigan sabab bu. Uni sababi ayolni ikkita qiling. Men javob beraman sizga, 1 yilga bo'lmasdan bu-ku, nolga tushish ijara emas. Qarzga kirib ketishingiz ham ijara emas. O'sha mehrni uydagiga agar bersangiz, nabarod yana zo'r bo'lishi mumkin, lekin u hech kim bilmaydi, to'g'ri hech kim bilmasligi mumkin, lekin u ko'rib turibdi hammasini. 1 yilga bo'lmasdan kavushchangiz to'g'ri qilib qo'yadi o'zi. O'sha uchun aytibman-ku, yana bitta bor, kichkinasi bor, u yoq deyishingiz mumkin. Ko'p gap bormaysiz, jo'rajon. Puldan ayrilasiz, qarz olmaysiz, tamom, o'ylab ko'ring.